Qishning qoq chillasida uzum bargidan tayyorlangan do'lmani yeb ko'rganmisiz? Tayyorlab ko'rmagan bo'lsangiz, videoni oxirigacha tomosha qiling. Ichidagi nachinkasiga ozgina qiyma, guruch, tuz, pripravalar va piyoz solinadi. Ozgina ta'bga ko'ra yog' bilan tomat ham qo'shib yuborasizlar. Qaromni teng o'rtasidan bo'lib oldim va qaynab turgan suvga ozgina qaynatib oldim. So'ng ular o'sha qaynab turgan suvga esa tok to'lmalarni ham ozginaga o'ldirib oldim. So'ng keyingi qiladigan ishimiz mana shuni ichiga nachinkalarni solib, birin-ketin mana shunday qilib o'rab olamiz. Tok to'lmalariga ozroq nachinkasini kamroq solish kerak, bo'lmasa chiqib ketadi. Qaromni esa katta-katta qilganimiz uchun uni bemalol solib yaxshilab bekitib olamiz. Xuddi mana shu shaklda. Ichidagi nachinkasiga bemalol tuzni o'ylanmasdan solaveringlar, sababi qarom ichidagi tuzni so'rib oladi. Qishki kunida bolgarskilar juda ham qimmat bo'lib ketgan payti bu ovqatimiz juda ham qo'l keladi. Ayniqsa turmush o'rtoqlarimizga bersak juda ham maza qilib yeb olishadi. Mana tayyor bo'ldi. Endi qizib turgan qozonimizga ozgina yog' solamizda, uni ketidan srazi piyozlarimizni qovurib olamiz. Ozgina tomat solib, srazi kartoshka bilan sabzini sovib olib qovurib olamiz. Endigi navbatimiz esa boyagi tayyor do'lmalarni chiroyli qilib qozonga terib chiqamiz. Ehtiyotkorlik bilan terib chiqamiz, sababi ochilib ketishi mumkin. Zich qilib joylashtirsangiz qaynaganda ochilib ketmaydi. Yaxshilab joylashtirib olgandan so'ng do'lmalarimizni ustidan qaynab turgan suv quyamiz botguncha, so'ng ketidan tuzlarimiz va pripravalarimizni sepib, qaynov qilib ustini yopib qo'yamiz. Yarim soatdan keyin qarabsizki, mana shunday shiringina do'lmalarimiz tayyor bo'ladi. Video yoqqan bo'lsa, like va podpiska tugmasini bosib qo'ying.